Samarqand marafonida volontyor bo'ldim. Zomin tog'lari, top-toza havoda Zamin Ultra O'zbekistondagi xalqaro sport va madaniyat festivali bo'lib o'tdi. Bu yil Zomin milliy tabiat bog'ida 19 ta davlatdan 4500 dan ortiq ishtirokchi va mehmonlar, 400 dan ortiq volontyorlar yig'ildi. Kechqurun Toshkentdan Jizzaxga avtobusda yo'lga chiqib, ertalab yetib oldik. Formalarni oldik, vazifalar bo'lindi va har bir volontyor o'z zonasiga biriktirildi. Kimdir finishda medallar tarqatdi, yana kimdir suv va olmalar berdi. Steward volontyorlar yo'l ko'rsatsa, medik volontyorlar esa yordam ko'rsatdi. Ish davomida dam olishga ham ulgurdik. Navbat bilan ovqatlandik. 2 kilometrdan 50 kilometrgacha yugurgan ishtirokchilarga xizmat qildik. Juda ham charchadik, lekin atmosfera va muhit barchasini unuttirdi. Yangi odamlar bilan tanishib, jamoa bo'lib ishladik. Oxirida sertifikat ham berishdi. Kechqurun Toshkentga qaytib, boshqacha his-tuyg'ular bilan uyga keldik. Charchoq ham, faxr ham bor edi. Tadbir Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan tashkil etildi. Biz volontyorlar esa shu katta jamoaning bir qismi bo'ldik. Siz ham shunday tadbirlarda qatnashmoqchi bo'lsangiz, ko'ngilliga obuna bo'ling.